Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalının katıluvchiları. Bugün shunday bir situatsiya bo'ldi. Batkendan kelayotgan KAMAZ o'sha yerga kelib, Terekroskada buzilib qolibdir. Shunda yo'l tig'in jaraldi. Biroq bizning may xizmatkorlari öz uçurunda kelib, shunda yo'l tig'inni soğunun ko'zamaldab jatishadi. Birini qo'yib, birini to'xtattirib o'tkazib, o'ta yaxshi xizmat ko'rsatib jatishadi. Eng yaxshi bo'ladi. Yo'l tig'inni jo'nga salib turganlari o'ta yaxshi bo'ladi. Buni haydovchilarga dag'i ыңгайлуу shart tuzib, alыс turib qolgan probkani yo'l tig'inda tez arada regulyovka qilishib, svetoforga qaramay regulyovka qilib o'tkazib berishdi. May xizmatkorlarga da rahmat. Jamg'ir javob o'tdi, sel bo'lib o'tdi. Mega komfort. Nake yo'l tig'inni shunday bo'shatib berishyapti. May xizmatkorlarga cho'ng rahmat aytib, xursand bo'lganimdan o'shani tartib ko'rgizayin degan maqsadda chiqdim. Men o'zim kanalim bor-da. Maylar o'ta so'nin yaxshi ishlayotadi. Shon chaqildirayin deb. Çoğun rahmat may xizmatkorlariga. May xizmatkorlariga çoğun rahmat deb o'tam. Sırada regulyovka qilishni boshlab, yaxshilik qilib o'tadi. Kerak uchurda eng yaxshi xizmat ko'rsatishadi. So'nin rahmat. Mamlakatdagi avtoinspeksiya xizmatkorlariga cho'ng rahmat. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, yo'lda turib straf salat xizmat ko'rsatmaydi degandan olis bo'laylik. Kerak uchurda o'tdi o'zlarining ishlariga taq javob berib, o'zlarining xizmatini taq atqaratgan uchur. Bu o'ta bir qo'ptu jag'day jaraldi. Yo'lning o'rtasida KAMAZ yuk tirkagichi bilan prisevi bilan to'xtab qoldi. Ikkinchi KAMAZ yordam berayotgan uchur kun burko jamg'ir javob turadi. Biroq 3 yo'lda eng negizgi glavni yo'lda teylagan buni 3 xizmatkor olqishga loyiqdir. Olqishga tatiqdir. Bu yo'l qavsizlik xizmatkorlari, mamlakatga avtoinspeksiya xizmatkorlari bo'lgan uchurda bu qanday jag'day bo'ladi, qanday ko'rinish bo'ladi, ana bir Xudoy bilir.
бирок өздөрү керек учурда, керек убакта өзлөрүнүн кызматын так аткарып аткан учурлары. Рахмат, дагы бир жолу рахмат.